Demek navbatdagi masalamizda P tekislikka tegishli M to'g'ri chiziq berilgan, M to'g'ri chiziqning gorizontal proyeksiyasi berilgan. Aniqlashimiz kerak frontal proyeksiyasini, ya'ni M2 shtrixni topishimiz kerak. Demek to'g'ri chiziqning tekislikka tegishlilik shartini eslab o'tadigan bo'lsak, qachon to'g'ri chizig'imiz tekislikka tegishli bo'ladi? Ya'ni qachonki M to'g'ri chiziq P tekislikning ikkita nuqtasidan o'tsa yoki shu tekislikning bitta nuqtasidan o'tib tekislikda yotuvchi biron bir to'g'ri chiziqqa parallel bo'lsa, demak bu to'g'ri chizig'imiz tekislikka tegishli bo'lardi. Mana shu shartlardan kelib chiqib, demak biz M to'g'ri chizig'imiz mana P tekislikka tegishli deb aytib o'tyapti bu yerda. Buning uchun tegishlilik shartini keltirib o'tamiz. Mana PH bilan M1 shtrix uchrashgan nuqtasini biz bir nuqta deydigan bo'lsak, mana 1 shtrix. Agar nuqta tekislikni izida yotgan bo'lsa, uni ikkinchi proyeksiyasi x o'qda bo'ladi. Demak, buni 1 shtrixdan x o'qiga perpendikulyar bog'lovchi chiziq olib chiqamiz. Demak, mana shu yerda 1-2 shtrix bo'ladi. Endi M1 shtrixni x o'qigacha davom ettiradigan bo'lsak, mana davom ettirdik. Bu yerda bizda demak M to'g'ri chizig'imizda yotuvchi ikki nuqtani aniqlaymiz. 2-1 shtrixni. Demak, ikki nuqta bir vaqtda o'zida M to'g'ri chiziqqa tegishli, M to'g'ri chizig'imiz esa PH ga tegishli. Demak, ikki nuqta ham to'g'ri chiziq ham tekislikka tegishli bo'lganligi uchun ikki nuqtamizning gorizontal proyeksiyasi x o'qida yotibdi. Agar nuqtaning gorizontal proyeksiyasi x o'qida bo'lsa, uni ikkinchi proyeksiyasi demak izda bo'ladi. Demak, 2-1 shtrixdan x o'qiga perpendikulyar chiqaradigan bo'lsak, mana PV bilan kesishgan nuqtasi bizda 2 shtrix bo'ladi. Demak, buni 2 shtrix deb belgilab qo'yamiz. Endi 1 hamda 2 nuqtalarni birlashtiradigan bo'lsak, mana M to'g'ri chizig'imizning frontal proyeksiyasi M2 shtrix hosil bo'ladi. Demak, tekislik proyeksiyalari bilan berilgan bo'lsa qanday bo'ladi? Bu yerda ham mana ABC uchburchak tekisligi berilgan hamda unga tegishli bo'lgan M to'g'ri chiziq berilgan. M to'g'ri chiziqning frontal proyeksiyasi berilgan. Aniqlashimiz kerak M1 shtrix gorizontal proyeksiyasini. Buning uchun demak tekislikda yotuvchi demak to'g'ri chiziq biz bilamiz ikkita nuqtasidan o'tish kerak shu tekislikka tegishli bo'lish uchun. Mana shu shartdan foydalanib, demak M2 shtrixni davom ettiramiz. M2 shtrixni davom ettiramiz. Mana bu uchburchagimizni ikkita tomonini kesib o'tyapti. Bu nuqtalarni bir nuqta hamda ikki nuqta deb nomlasak. Demak, AB tomonini bir nuqtada kesib o'tyapti. Bir nuqtani yetishmaydigan proyeksiyasi 1-1 shtrix, A1 B1 shtrixda yotadi. Demak, bir nuqtadan bog'lovchi chizig'ini x o'qiga perpendikulyar olib tushamiz yoki AB shtrixga demak olib tushamiz. Bu nuqta 1-1 shtrix bo'ladi bizda. Ikki nuqtamiz uchburchakning AC tomoniga tegishli bo'lgani uchun demak 2-1 shtriximiz ham AC tomoniga olib tushamiz mana bu yerga. Demak, bu yerda mana x o'qiga perpendikulyar tushirdim. Bu nuqtamiz bizda 2-1 shtrix bo'ldi. Demak, 1-1 shtrix bilan 2-1 shtrixni birlashtiradigan bo'lsak, mana bu chizig'imiz bizda M to'g'ri chiziqning gorizontal proyeksiyasi bo'ladi. Ya'ni M1 shtrix. Demak, mana shu tarzda ishlar ekanmiz. Demak, navbatdagi masala ham shu to'g'ri chiziqning tekislikka tegishligiga doir masala bo'lib, bu yerda ham mana 5 burchak shaklidagi tekislik berilgan. ABCDE bularni demak frontal proyeksiyasi berilgan. Bizga gorizontal proyeksiyasida esa AB hamda AC tomonlari berilgan. Topishimiz kerak D, E uchlarini da bu 5 burchagimizni gorizontal proyeksiyasini to'liq chizishimiz kerak. Buning uchun biz bilamiz, mana
uchini proyeksiyasi bor, gorizontal proyeksiyasi aniqlashimiz kerak. D uchi hamda Y uchini proyeksiyalarini aniqlashimiz kerak. Demak, D2 shtrix bor, D1 shtrix biz bilamizki, D2 shtrix bilan D1 shtrix bitta bog'lovchi chiziqda yotadi. Bu bog'lovchi chiziqni x o'qiga perpendikulyar qilib o'tkazamiz. Mana perpendikulyar qilib o'tkazdi. Mana demak, negaki A nuqtamiz bitta bog'lovchi chiziqda yotdi. A2 shtrix bilan A1 shtrix, B2 shtrix bilan B1 shtrix bitta bog'lovchi chiziqda yotibdi. C2 shtrix bilan C1 shtrix bitta bog'lovchi chiziqda yotdi. Demak, D2 shtrix bilan D1 shtriximiz ham mana shu bog'lovchi chiziqda yotar ekan. Y2 shtrix bilan Y1 shtrix bitta bog'lovchi chiziqda yotadi. Demak, Y2 shtrixdan ham x o'qiga mana perpendikulyar tushiramiz. Demak, Y1 shtrix bu chiziqda, D1 shtrix esa mana bu chiziqni davomida yotar ekan. Endi bu qayerda yotibdi? Buning uchun biz shu tekislikni yana bitta chizig'ini o'tkazamiz. Tekislikka tegishli bo'lgan, demak, mana C bilan B nuqtalarini birlashtiradigan bo'lsak, bu CB kesmamiz ham mana shu tekislikka tegishli kesma bo'ldi. Bu kesmaning gorizontal proyeksiyasi esa mana C bilan C1 B1 ni birlashtiradigan bo'lsak, mana CB kesmaning gorizontal proyeksiyasi hosil bo'ldi. Endi A2 shtrix bilan Y2 shtrixni birlashtiradigan bo'lsak, mana bu AY kesmamiz ham mana shu tekislikka tegishli chiziq kesma bo'lib, BC tomonini mana bu yerda demak bir nuqtada kesib o'tsin. Bir nuqtamiz demak shu tekislikka tegishli bo'ldi. Endi bir nuqtamiz bir vaqtda o'zida BC hamda AY kesmalarga tegishli. Demak, bir shtriximiz x o'qiga perpendikulyar tushiradigan bo'lsak, mana bu BC da yotganligi uchun bu yerda ham BC kesmaga olib tushamiz. Bir shtrix bo'ladi. Demak, AY kesmamiz bir nuqtadan o'tyapti. Demak, bu yerda ham A bilan 1 ni birlashtiradigan bo'lsak, mana shu to'g'ri chizig'imizning davomida mana Y nuqtani topib olamiz. Demak, A1 shtrix bilan bir shtrixni tutashtiraman toki Y dan tushib kelayotgan bog'lovchi chiziq bilan uchrashguncha mana. Mana shu nuqta bizda demak Y1 shtrix bo'ladi. Endi xuddi shu ketma-ketlikda demak D nuqtani proyeksiyasini topamiz, gorizontal proyeksiyasini. Buning uchun A bilan D nuqtalarini uchlarini birlashtiramiz mana. A2 shtrix bilan D2 shtrixni birlashtirdim. Bu kesmamiz BC kesmani ikki nuqtada kesib o'tsin. Mana bu nuqtada demak 2 shtrix. Ikki nuqtamiz BC ga tegishli bo'lgani uchun demak u 1 shtrix ham BC ga tegishli bo'ladi. Demak, mana 2 shtrixdan bog'lovchi chiziq olib tushdik BC ga. Bu nuqtamiz bizda 1 shtrix bo'ldi. Demak, mana bu yerda ko'ryapmiz, AD kesmamiz 2 nuqtadan o'tyapti. Agar A bilan 2 ni birlashtirsak, o'shani davomida yotibdi. Yoki bo'lmasa mana D nuqta. A nuqta bilan 2 ni birlashtirsak, mana shu kesmani davomida D yotibdi. Bu yerda ham A nuqta bilan 2 nuqtani birlashtiraman. Shu kesmani davomida shu demak D1 shtrix bo'lar ekan mana bu yerda. Mana A1 bilan 1 shtrixni birlashtirdim. Bu demak D2 shtrixdan tushib kelayotgan bog'lovchi chiziq bilan uchrashgan nuqtasi D1 shtrixni beradi. Mana beshburchagimizda D hamda Y uchlarini gorizontal proyeksiyasini aniqladik. Endi bularni birlashtirib qo'yadigan bo'lsak, beshburchakning gorizontal proyeksiyasi hosil bo'ladi. Demak, B Y tomonini birlashtirdik mana. Y D tomonini birlashtirdik hamda C D tomonlarini birlashtirdik. Mana 5 burchakning gorizontal proyeksiyasi hosil bo'ldi.